Germaniya poytaxti Berlinda chaqirilgan 2026 yillik Dunyo munbiri yig'iniga har qaysi ellardan kelgan davlat arboblari, mashhur kishilik huquq faoliyatchilari, siyosatchilar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, muxbirlar, advokatlar, san'atkorlar, BDT vakillari bo'lib, har sohadan 300 dan ortiq kishilar qatnashgan edi. Bu yig'inga Uyg'ur harakati va Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Rushan Abbas, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqun Aysa, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris, Erkin Osiyo radiosining muxbiri Gulchehra Xo'ja qatorliqlarmi qatnashib, Uyg'urlarning navbatdagi mavjud vaziyati haqida muhim so'zlar qildi. Yig'inning Amerika sobiq davlat ishlari kotibi Hillary Clinton qatnashgan Dunyo ayollari to'g'risidagi qismida doklad bergan Rushan xonim navbatdagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida Uyg'ur ayollari duch kelayotgan fojialarni tafsiliy va ta'sirli ravishda bayon qilib o'tdi. U Uyg'ur ayollarining vujudining irqiy qirg'inchilikning jang maydoniga aylanganligini, majburiy tug'ut cheklash, majburiy bola tushirish, Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlanish, oilalarning parchalanishi qatorliq insoniyatsizliklarning qurboni bo'layotganligini, Sharqiy Turkistonning ba'zi rayonlarida tug'ut nisbatining nolga tushirilganligini, 7,5 yildan buyon Xitoyning turmusida azob chekayotgan hadisi Gulshan Abbasning haqsizlikning qurboniga aylangan millionlagan insonlarning bir misoli ekanligini tilga elib, Xitoy mustabid hokimiyatining zulm mashinasi ostida ezilayotgan Uyg'ur ayollarining azobli sadolarini anglatdi. Rushan Abbas xonim bu yig'inning Tayvan va Ukraina masalalarini tema qilgan bo'limida so'z qilib, Xitoy hukumatining kengaymichilik siyosatlari va erkin dunyoning kelajagiga shakllantirayotgan kuchli tahdidlarini, Xi Jinpingning Putin va Rossiyaning orqasida turayotganligi uchun Ukrainada bugungi qonliq jangning davomlashayotganligini eskartdi. Dunyo erkinlik qurultiyining qurg'uvchisi va Venezuelaning o'qituvchi rahbari Leopoldo Lopez, Tibet rahbari Lobsang Sangay efendimlar riyosatchilik qilgan muxoliflar konseyi degan bo'limda Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqun Isa bilan birga yig'inga qatnashib bayonot bergan Rushan xonim Xitoy Kommunistik partiyasining jinoiy javobgarligini surishtirishning ta'xirsizligini ilgari surib, bunularni dedi. Bugungi kunda vatanim to'liq saqchi davlatiga aylandi. Beijing to'liq kontrol ostiga elish uchun eng ilg'or texnikalarni ishlatyotdi. Hamma yerni kameralar qoplagan. Bu texnikalik qirg'inchilik dunyo iqtisodini jonlantiryotdi. Bugun sizning kiygan kiyimlaringiz, haydagan mashinangiz, yeyotgan yemakliklaringizning hammasi xalqimning qon tari va ko'z yoshlari bilan bulg'angan. Uyg'ur qirg'inchiligi yangi bir zulm modelining markaziy nuqtasi bo'lmoqda. U Tibetda sinoq qilindi. Mening vatanimda mukammallashtirilib, irqiy qirg'inchilikka aylandi. Ondan Hong Kongga kengayib, demokratiyani yimirdi. Hozir Tayvanga tahdid selyotdi. Agar biz darhol harakatga o'tmasak, Xitoyning shafsiz tajovuzi va mustamlikchiligi erkin dunyoni parchalaydi. Hech kim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan foyda olishni ko'zlamasligi kerak. Agar biz Uyg'ur qul amgikidan yaralgan tovarlarni ishlatishni davomlashtirsak, bu jinoyatga sherik bo'lib qolmay, balki uning yordamchisiga aylanamiz. Agar biz bugun buni to'xtatish uchun jiddiy tadbir qo'llanmasak, erkinlikka qarshi bu qorong'u dunyoning badalini oqibatda bolalarimiz va navrilarimiz o'taydi. Under the guise of poverty alleviation, millions of Uyghurs, including the doctors, professors, students, and farmers, are shipped thousands of miles away. Just the last Berlinda chaqirilgan Dunyo munbiri yig'inida Uyg'ur vakillari, mashhur kishilik huquq faoliyatchilari, siyosiy arboblar va tonilgan axborot xodimlari bilan suhbatlar ilib berib, Sharqiy Turkistondagi ig'ir zulmni
dünya gün tertibide tutuşunun zürriyetlerini anlattı. Where freedom is not a luxury but a guarantee. And the silence is the oxygen of healing. And I refuse to stay silent. Please speak out today, otherwise I will most definitely want to regret. Thank you.